zavodda birinchi marta ish boshlaganingizda taassurotlaringiz qanaqa bo'lgan? Zavodda birinchi marta ish boshlaganimda albatta birinchi o'rinda qiyinchilikni sezganman. Quvnoq kollektiv, moslashish ozgina qiyin bo'lgan. Juda hayajonli, qo'rquvda o'tgan. Lekin ishlab u qo'rquvlar ham yo'qolib ketdi. Zavodga kelganim kechagidek esimda. 2020-yil 1-iyul kuni o'zimiz sexga prikazimiz chiqib kirdik. O'sha kirgandagi taassurotlarim to'g'ri bo'lib chiqqan. Mas'uliyatli, ahil jamoaligini o'sha kirgan zahotim bildim. Albatta eslayman. Hozirgidek esimda turibdi. Juda katta va shinam, juda chiroyli. Zavodni unday tasavvur qilmagandim. Adashgan ekan, juda shinam va menga juda ham yoqqandi. Bo'sh vaqtingizni qanday o'tkazasiz? Bo'sh vaqtimni oilam bilan, farzandlarim bilan va sevimli oshxonamda shirin taomlar qilib beraman. Bo'sh vaqtimda avvalo oila, sport bilan shug'ullanaman, hobbilar, kibersport. Bo'sh vaqtimda pishiriqlar pishirishni juda yoqtiraman. Bo'sh vaqtimda ko'proq shu narsa bilan shug'ullanaman. Bo'sh vaqtimda ko'proq internet tarmog'ida yangiliklar o'qib turaman va kitob o'qib turaman. Bolalikdagi orzuyingiz nima edi va u amalga oshdi deya olasizmi? Albatta hammasi amalga oshdi. Ularni qaysi birini sanab o'tishni ham bilmayman. Yaxshi ish o'rni, uy-joy, mashina, ota-ona oldida hammasi amalga oshdi xudoga shukr, lekin bittasi qolgan. Nasibida u ham amalga oshadi. Aviatsiyaga ishga kirish va samolyot boshqarish. Bolalikdagi orzuyim harbiy bo'lish. Hozircha amalga oshmadi. Lekin urinib ko'rmoqchisiz. Oshyapti. Sekin-sekin o'sha bolalikdan shu harbiy soha forma kiyib ishlashni orzu qilgandim. Bu amalga oshdi. Bu ish nuqtai nazaridan, oila nuqtai nazaridan amalga oshyapti. Xudoga shukr, oilamiz, farzandlar bor, ota-onamiz sog'. Ishimizni barakasini beryapti Xudo. Bolaligimda to'g'risi hisobchi bo'lishni xohlagan edim. Hozir keyinchalik mana tahlilchi bo'lib ketdim. Bir kunga boshqa bo'limda ishlab ko'rish imkoniyati bo'lsa, zavoddagi qaysi bo'limda ishlab ko'rgan bo'lardingiz? Temir yo'l cexda ishlab ko'rgan bo'lardim. Boshqa bo'lim temir yo'lda. Deb poyezd haydaydik-da. O'ylab ko'rmagan ekan. Balki matbuot bo'limiga o'tgan bo'lardim. Gazdan qutqaruv jamoasida ishlaman. O'ylashimcha zavod hisobxonasi bo'lsa kerak. Chunki yoshlikdagi orzuyim ham hisobchi bo'lish edi. Shunga qarab hisobxona bo'lsa kerak. Ishxonadagi jamoangizga nom qo'yish kerak bo'lsa, nima deb nom berasiz? Kulgili bo'lsa ham aytaman, qaytmaslar deb qo'ygan bo'lardim. Ahil va qo'rqmas jamoa. Ushbu ishxonada ishlab, shu hamkasblaringizdan, ustozlaringizdan nimalarni o'rgandim deb ayta olasiz? Ustozlarim Bozorov Nodir aka, Ravshan Abdulaziz akalardan ko'p narsalarni o'rgandim. Ustozlardan sabr qilishni, chidamlilikni, xatolarimni to'g'rilashni. Faoliyatingiz davomida erishgan eng katta yutug'im qaysi deb ayta olasiz? Orttirgan tajribalarim. Muvaffaqiyatning siri nimada deb o'ylaysiz? Muvaffaqiyatning siri ahil jamoada, jamoa yaxshi bo'lsa, ishlar yurishib ketadi. Ishga kirishim bo'lib ketasiz. Endi qiziqarli savol beraman sizga. Agar kasbingizni bitta film bilan nomlash mumkin bo'lsa, qanaqa nom berardingiz? Imtihon. Imtihon deb nomlagan bo'lardim. Yaxshi. Korxonamizda yaratilib berilayotgan imkoniyatlardan qaysi birini yoqtirasiz? Qaysi biridan foydalangansiz? Korxonamizda yaratib berilayotgan imkoniyatlardan shu yosh ratsionalizator yo'nalishi bo'yicha shu tanlovlar bo'ladi, shuni ko'proq harakat qilaman. Yaxshi. Oxirgi savolim, yoshlarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Hozirgi yoshlarimizga maslahatim berilayotgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalansalar, kelajakda ularda yaxshi kasb egasi bo'lishga, qandaydir yutuqlarga erishishga hamma imkoniyatlar bor. Shu imkoniyatlarni barchasidan foydalanishni maslahat bergan bo'lardim.